Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men sizga juda muhim mavzuni tushuntirib bermoqchiman. 2 avgustdan boshlab yangi qonun va qoidalar kuchga kirishi bilan ko'plab o'zbekistonliklarning kundalik hayoti, hujjat ishlari, jarimalar, ro'yxatdan o'tish, davlat xizmatlaridan foydalanish va ayrim majburiyatlarga munosabati avvalgidek bo'lmaydi. Bu gap faqat tadbirkorlarga yoki faqat chet elga chiqayotganlarga tegishli emas. Bu masala uyda o'tirgan ota-onaga ham, ishlayotgan fuqaroga ham, talabaga ham, mashina haydovchisiga ham, kvartira ijaraga berayotgan odamga ham taalluqli bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men hozir sizga nima o'zgargani, kimlar xavotir olish kerakligi, kimlar esa ortiqcha vahimaga tushmaslik kerakligini oddiy tilda, hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam jarimadan, ortiqcha yugurdan va hujjatdagi xatolardan o'zini asraydi. Avval ko'pchilik hujjat, ro'yxat, to'lov, ariza yoki davlat organlari bilan bog'liq ishlarni keng qilaman. Hech kim tekshirmaydi. Oldin ham shunday yuraverganmiz degan fikr bilan kechiktirardi. Masalan, kimdir yashash manzilini o'zgartirgan, lekin vaqtida xabar bermagan. Kimdir avtomobil hujjatlarida eski ma'lumot bilan yurgan. Yana kimdir telefon raqami, pasport ma'lumoti, bank kartasi, soliq yoki kommunal xizmatlar bilan bog'liq yozuvlarni yangilamagan. Oldin bunday holatlar ba'zan uzoq vaqt bilinmasligi mumkin edi. Endi esa vaziyat boshqacha. Davlat xizmatlari raqamlashtirilgani sari ma'lumotlar bir-biriga ulanmoqda. Bitta joydagi xato boshqa joyda ham ko'rinib qoladi. Masalan, sizning yashash manzilingiz bitta bazada eski, ikkinchi bazada yangi bo'lsa, xizmat olishda muammo chiqishi mumkin. Bankda, soliqda, notariusda, kadastrda yoki mahalladagi ro'yxatlarda mos kelmaydigan ma'lumot keyinchalik katta muammoga aylanadi. Yangi tartiblarning asosiy maqsadi odamlarni qiynash emas, balki hujjat aylanishini aniq qilish, yashirin bitimlar, soxta ma'lumotlar, qarzdorlik, noqonuniy faoliyat va javobgarlikdan qochish holatlarini kamaytirishdir. Lekin amalda oddiy fuqaro uchun bu shuni anglatadi. Endi bilmasdim degan gap ko'p hollarda yordam bermaydi. Agar qonun kuchga kirgan bo'lsa, fuqaro undan xabardor bo'lishi kerak, hujjatlarni tartibga keltirish kerak. Oldin ko'plab jarayonlar qog'ozda yurardi. Bir idorada bor ma'lumot boshqa idorada bo'lmasdi. Odam bir joyda boshqacha ma'lumot ko'rsatib, boshqa joyda boshqa hujjat bilan ishini bitirishi mumkin edi. Masalan, fuqaro eski yashash manzilida ro'yxatda turgan, lekin amalda boshqa tumanda yashagan. Farzandi maktabga borganda yoki tibbiy xizmat olmoqchi bo'lganda muammo shunda chiqardi. Endi esa asosiy o'zgarish shundaki, ko'plab xizmatlar elektron ma'lumotlarga tayanadi. Siz ariza topshirsangiz, mas'ul xodim ko'p narsani siz olib kelgan qog'ozdan emas, bazadagi ma'lumotdan tekshiradi. Bu yaxshi tomoni bilan qulay, kamroq qog'oz, kamroq navbat, kamroq vositachi. Lekin yomon tomoni shuki, bazadagi xato sizga to'siq bo'ladi. Agar ma'lumot yangilanmagan bo'lsa, tizim sizni mos kelmaydi deb chiqarishi mumkin. 2 avgustdan kuchayadigan tartiblar aynan shunday yondashuvni kuchaytiradi. Ma'lumotni yashirish, kechiktirish, noto'g'ri ko'rsatish yoki majburiyatni bajarmaslik avvalgidan ko'ra tezroq aniqlanishi mumkin. Bu jarimalar xizmatdan vaqtincha foydalana olmaslik, arizaning rad etilishi, bitimning to'xtashi yoki qo'shimcha tekshiruv degani. Birinchi guruh yashash joyini o'zgartirganlar. Agar siz oxirgi yillarda boshqa tuman, shahar yoki viloyatga ko'chgan bo'lsangiz, lekin rasmiy ma'lumotlarni yangilamagan bo'lsangiz, buni cho'zmaslik kerak. Masalan, odam Toshkent viloyatida Toshkent shahriga kelib ishlayapti. Ijara uyda yashayapti, lekin barcha hujjatlari eski manzilda. U bankdan kredit olmoqchi bo'lsa, farzandini bog'chaga joylamoqchi bo'lsa yoki sud, soliq, ijro bilan bog'liq xat kelsa, xabar eski manzilga ketishi mumkin. Keyin men ko'rmadim deyish vaziyatni yengillashtirmaydi. Ikkinchi guruh uy joyini ijaraga berayotganlar. Bu yerda eng ko'p uchraydigan xato shuki, og'zaki kelishuv bilan odam kiritiladi. Pul naqd olinadi, hech qanday shartnoma qilinmaydi. Avval ko'pchilik bir tanishim yashab turibdi deb yurardi. Lekin muammo chiqqanda, masalan, ijara haqi to'lanmasa, kommunal qarz yig'ilsa, uyga zarar yetkazilsa yoki qo'shnilar shikoyat qilsa, egada huquqiy asos bo'lmay qoladi. Rasmiy shartnoma egani ham ijarachini ham himoya qiladi. 3-guruh qarzdorligi borlar. Aliment, kredit, soliq, jarima, kommunal to'lov yoki sud qarori bo'yicha majburiyat bo'lsa,
yangi tartiblar sharoitida bularni yashirib yurish qiyinlashadi. Misol uchun, odamda 3 million so'm jarima yig'ilib qolgan, u buni unutgan. Keyin avtomobilni sotmoqchi bo'ladi yoki chetga chiqmoqchi bo'ladi. Aynan shu qarzdorlik sabab jarayon to'xtashi mumkin. Eng yomoni u buni oxirgi daqiqada biladi. 4-guruh tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilganlar. Agar siz xizmat ko'rsatsangiz, savdo qilsangiz, ijtimoiy tarmoqlar orqali mahsulot sotsangiz, mijozdan pul qabul qilsangiz, hisob-kitoblar va soliqqa oid masalalarni tartibga solib qo'yish kerak. Endi elektron to'lovlar, kartadan kartaga o'tkazmalar, chek berish, shartnoma, hisob faktura kabi masalalarga e'tibor kuchayadi. Bu hamma daromad darhol jazolanadi degani emas, lekin tartibsiz faoliyat yuritish xavfi oshadi. 5-guruh chet elga chiqayotganlar yoki chet eldan qaytganlar, ayniqsa mehnat migratsiyasi, yashash ruxsati, ro'yxatdan o'tish, sug'urta, ish beruvchi bilan shartnoma, pasport muddati kabi masalalar juda muhim. Odam aeroportga kelib, pasportida 2 oy muddat qolganini ko'rsa, reja buziladi yoki boshqa davlatda ro'yxatdan o'tish muddatini o'tkazib yuborsa, keyingi safar kirishda muammo bo'ladi. Agar siz hujjatlaringizni vaqtida yangilab yursangiz, qarzdorliklaringizni tekshirib tursangiz, yashash manzilingiz, pasport ma'lumotingiz, telefon raqamingiz, bank va davlat xizmatlaridagi ma'lumotlaringiz mos bo'lsa, vahimaga tushishga hojat yo'q. Yangi qoidalar ko'proq tartibsiz, hujjatsiz, kechiktirilgan holatlarni aniqlashga qaratilgan. Masalan, siz uy sotib olgansiz, kadastr hujjatlari joyida, oldi-sotdi notarius orqali o'tgan. Kommunal xizmatlar sizning nomingizda, soliq qarzingiz yo'q. Bunday holatda yangi tartib sizga faqat qulaylik berishi mumkin. Chunki ko'p ishlarni elektron shaklda ko'rishingiz, ariza topshirishingiz, ma'lumotnoma olishingiz mumkin bo'ladi. Yoki siz o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tgansiz, mijozlardan to'lov olasiz. Kerak bo'lsa chek yoki tasdiqlovchi hujjat berasiz. Daromad va xarajatlaringizni taxminan bo'lsa ham nazorat qilasiz. Bunday odam uchun asosiy xavf kam. Muammo ko'pincha men kichkina ish qilyapman, menga aloqasi yo'q deb o'ylagan joydan boshlanadi. Birinchi misol. Sardor ismli fuqaro 3 yil oldin Samarqanddan Toshkentga ko'chib kelgan. U ijara uyda yashaydi. Ish joyi Toshkentda, farzandi ham shu yerda maktabga boradi. Lekin rasmiy manzili hamon Samarqanddagi ota uyida. Bir kuni unga suddan yoki ijro organidan xabarnoma keladi, lekin xat eski manzilga boradi. Sardor buni bilmaydi, muddat o'tadi. Keyin uning bank kartasiga cheklov tushadi yoki ma'lum xizmatdan foydalana olmay qoladi. U men xabar olmadim deydi. Lekin tizimda xat yuborilgan deb turadi. Mana shuning uchun manzil masalasi oddiy ko'rinadi, ammo oqibati jiddiy. Ikkinchi misol. Dilnoza opa uyini talabalarga ijaraga bergan. Oyiga 2 million so'mdan kelishgan. Shartnoma yo'q, faqat telefon orqali gaplashilgan. Talabalar 3 oy yaxshi to'laydi, keyin kechiktira boshlaydi. Kommunal qarz 1 million 200 ming so'mga chiqadi. Uy jihozlari ham shikastlangan. Dilnoza opa pulni talab qilganda, ijarachilar biz bu uyda rasman yashamaganmiz deb turib oladi. Agar boshida oddiy ijara shartnomasi tuzilganida, kim qancha to'laydi, kommunalni kim yopadi, uydagi buyumlar qanday holatda topshirilgan, barchasi aniq bo'lardi. Uchinchi misol, Aqmalak avtomobil boshqaradi. Bir necha marta radar jarimasi tushgan. Lekin telefon raqami eski bo'lgani uchun SMS kelmagan. U jarimalardan bexabar yurgan. Keyin avtomobilni sotmoqchi bo'lganda jarimalar yig'ilib qolganini biladi. Dastlab 300 ming so'm bo'lgan jarima vaqt o'tib qo'shimcha xarajatlar bilan ko'payadi. Natijada u mashina oldi-sottisini kechiktiradi. Xaridor kutmaydi, bitim buziladi. Bu yerda asosiy xato jarima emas, ma'lumotlarni tekshirib turmaslik. 4-misol, bir ayol ijtimoiy tarmoq orqali uyda pishiriq sotadi. Boshida oyiga 20 million so'm tushum bo'lgan, keyin mijozlar ko'payib, tekis 10 million so'm aylanma bo'la boshlagan. U hamon buni uydagi mayda ish deb hisoblaydi. Lekin to'lovlar muntazam kartaga tushsa, buyurtmalar ko'paysa, yetkazib berish bo'lsa, bu faoliyat tartibga solinishi kerak. O'zini o'zi band qilish, sanitariya talablarini bilish, mijoz bilan kelishuvni aniq qilish keyin muammo chiqmasligi uchun zarur. Endi juda muhim nozik masalani aytaman. Har bir yangi qoida hamma uchun bir xil qo'llanadi degan xulosa har doim to'g'ri emas. Qonunlarda istisnolar, o'tish davri, alohida toifalar, imtiyozlar yoki alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Masalan, pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, talabalar, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar.
harbiy xizmatdagilar yoki chet elda vaqtincha bo'lib turgan fuqarolar uchun ayrim yengilliklar bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Shuning uchun faqat mish bilan harakat qilmang. Ikkinchi nozik jihat. İnternetdagi xabarlar ko'pincha sarlavha bilan odamni qo'rqitadi. Ingi avgustdan hamma jarimaga tortiladi. Hamma ro'yxatdan qayta o'tadi. Barcha kartalar tekshiriladi kabi gaplar tarqaladi. Aslida esa qonun matnida aniq kim, qachon, qanday holatda, qaysi muddatda, qaysi organ tomonidan javobgarlikka tortilishi yoziladi. Men har doim shuni tavsiya qilaman. Rasmiy manbani ko'rmasdan turib qaror qabul qilmang. Uchinchi nozik jihat. Eski huquqlaringiz avtomatik yo'qolib ketmaydi. Masalan, sizda oldin berilgan hujjat bor. Uning muddati hali tugamagan. Yangi tartib chiqqani uchun u darhol bekor bo'ladi deb o'ylamang. Ko'pincha hujjat muddati tugaguncha amal qiladi yoki ma'lum muddat ichida yangilash talab qilinadi. Lekin bu masalani aniq tekshirish kerak. Chunki ayrim holatlarda qayta rasmiylashtirish talab etilishi mumkin. 4-nozik jihat. Jarima faqat pul yo'qotish emas. Ba'zan odam jarimani to'laydi va ish tugadi deb o'ylaydi. Lekin ayrim holatlarda jarima bilan birga qo'shimcha oqibat bo'ladi, faoliyatni to'xtatish, ruxsatnomani bekor qilish, xizmatdan foydalana olmaslik, bitimni ro'yxatdan o'tkaza olmaslik yoki qarzdorlik bazasiga tushish. Shuning uchun masalani qancha jarima ekan deb emas, oqibati nima bo'ladi deb baholash kerak. 5-nozik jihat. O'z nomingizdagi narsalar uchun javobgarlik sizda bo'ladi. Telefon raqami, bank kartasi, avtomobil, uy, firma, plastik karta, elektron imzo kimning nomida bo'lsa, avvalo o'sha odam javob beradi. Akam ishlatgan, do'stim minib yurgan, kartamni qarindoshimga bergan edim degan gaplar ko'p vaziyatda sizni to'liq ozod qilmaydi. Shuning uchun o'z nomingizdagi narsalarni nazoratsiz bermang. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Nima qilish kerak? Men sizga oddiy, lekin juda foydali tekshiruv ro'yxatini beraman. Birinchi qadam. Shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta muddati, undagi ism, familiya yozilishi, tug'ilgan sana, yashash manzili. Oilaviy holat bilan bog'liq ma'lumotlar to'g'riligiga qarang. Agar familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh yoki ajrimdan keyin hujjatlar yangilanmagan bo'lsa, buni kechiktirmang. Davlat xizmatlari markaziga boring yoki MyPonkov. Uz orqali ko'ring. Ikkinchi qadam, yashash manzilingizni tartibga keltiring. Amalda qayerda yashayotgan bo'lsangiz, huquqiy holatingizni aniqlang. Agar o'z uyingiz bo'lsa, kadastr va kommunal ma'lumotlar mosbit tekshiring. Agar ijara uyda yashasangiz, shartnoma masalasini uy egasi bilan ochiq gaplashing. Shartnomada ijara muddati, to'lov miqdori, kommunal xarajatlar, depozit, uydagi buyumlar, tomonlarning telefon raqamlari aniq yozilsin. 3-qadam, qarzdorliklarni tekshiring. Jarimalar, soliq, aliment, kredit, kommunal ijro hujjatlar bo'yicha qarz bor yo'qligini bilib oling. Buni davlat xizmatlari portali, bank ilovalari, tegishli idoralarning rasmiy xizmatlari orqali tekshirish mumkin. Agar qarz chiqsa, avval uning qayerdan kelganini aniqlang. Noto'g'ri bo'lsa shikoyat yozing. To'g'ri bo'lsa, to'lovni rasmiy yo'l bilan qiling va kvitansiyani saqlang. 4-qadam, telefon raqami va elektron ma'lumotlaringizni yangilang. Bank, soliq, davlat xizmatlari, kommunal xizmatlar. Ish joyi va boshqa muhim tizimlarda ishlatilayotgan telefon raqamingiz amaldagi raqamingiz bo'lsin. Ko'p odamlar muhim xabarni ko'rmay qoladi, chunki eski raqam bazada turadi. Raqamni yo'qotgan bo'lsangiz, uni tiklang yoki barcha joyda yangi raqamga almashtiring. 5-qadam, o'z nomingizdagi mulk va transportni tekshiring. Uy, yer, avtomobil, mototsikl, firma yoki boshqa aktivlar sizning nomingizda bo'lsa, ularning holatini ko'rib chiqing. Avtomobilni boshqaga bergan bo'lsangiz, ishonchnoma, jarima, sug'urta, texnik ko'rik masalalarini tartibga soling. Uy yoki yer bo'yicha kadastr hujjatlarida xato bo'lsa, keyingi bitimlarda muammo chiqadi. 6-qadam, tadbirkorlik yoki daromad manbangizni qonuniylashtiring. Agar siz muntazam xizmat ko'rsatsangiz, mahsulot sotsangiz, ustachilik qilsangiz, taqsi qilsangiz, onlayn savdo qilsangiz, repetitorlik qilsangiz, avval qaysi tartib sizga mosligini aniqlang. O'zini o'zi band qilish yetarlimi? Yakka tartibdagi tadbirkor bo'lish kerakmi? Mas'uliyat cheklangan jamiyat kerakmi? Shuni mutaxassisdan so'rang. Bu ishni boshida to'g'ri qilsangiz, keyin katta jarima va tekshiruvdan qochasiz. 7-qadam, rasmiy manbadan foydalaning. Qonun va qarorlarni Lex.uz, MyTokux.uz, soliq organlari, ichki ishlar, adliya, kadastr, bandlik yoki boshqa tegishli idoralarning rasmiy sahifalaridan tekshiring.
Telegramdagi noma'lum kanaldan kelgan xabarni darhol haqiqat deb qabul qilmang. Agar tushunmasangiz, davlat xizmatlari markaziga boring. Yozma savol bering yoki malakali yuristdan maslahat oling. 8-qadam ariza yozishni o'rganing. Ko'p muammo og'zaki gap bilan hal bo'lmaydi. Agar sizga noto'g'ri jarima yozilgan bo'lsa, ma'lumot xato kiritilgan bo'lsa, xizmat rad etilgan bo'lsa, og'zaki bahslashib vaqt yo'qotmang. Arizada kimga murojaat qilayotganingizni, o'zingiz haqingizdagi ma'lumotni, muammoning sanasi va mazmunini, talabingizni aniq yozing. Ilova sifatida hujjat nusxalari, skrinshotlar, kvitansiyalarni qo'shing. Ariza ro'yxatdan o'tganini tasdiqlovchi raqamni saqlang. Agar siz davlat organiga murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, matn oddiy bo'lishi mumkin. Masalan, men falonchi ushbu masala bo'yicha ma'lumotlarimni tekshirib berishingizni so'rayman. Tizimda ko'rsatilgan ma'lumot amaldagi hujjatlarimga mos kelmayapti. Ilovada ID karta nusxasi, kadastr hujjati va to'lov kvitansiyasini taqdim etyapman. Mazkur holatni qonuniy tartibda ko'rib chiqib, yozma javob berishingizni so'rayman. Mana shunday qisqa, aniq, hissiyotsiz ariza ko'pincha eng samarali bo'ladi. Agar qarzdorlik noto'g'ri chiqqan bo'lsa, men to'lamayman deb turib olish emas, dalil ko'rsatish kerak. To'lov kvitansiyasi, bankdan ko'chirma, eski qaror bekor qilingan bo'lsa, uning nusxasi, sud hujjati, ijro varaqasi bo'yicha ma'lumotlar kerak bo'ladi. Dalilsiz e'tiroz kuchsiz bo'ladi. Agar ijara masalasi bo'lsa, shartnomada tomonlar kimligi, uy manzili, ijara narxi, to'lov sanasi, muddat, kommunal xarajatlar, ta'mirlash mas'uliyati. Oldindan ogohlantirish muddati aniq yozilishi kerak. O'zaro kelishildi degan umumiy gap keyin nizoni hal qilmaydi. Masalan, ijarachi oyning besanasigacha 2 million so'm to'laydi. Elektr va gazni hisoblagich bo'yicha o'zi yopadi. Uy egasi esa asosiy ta'mirlashga javobgar bo'ladi deb yozilsa, kelishmovchilik kamayadi. Eng katta xato oxirgi kunga qoldirish. Qonun kuchga kirgandan keyin hamma birdan davlat xizmatlari markaziga boradi. Navbat ko'payadi. Tizim yuklanadi, hujjat yetishmaydi. Siz esa shoshilib xato qilasiz. Hozirdan tekshirsangiz xotirjam harakat qilasiz. Ikkinchi xato tanish bilish orqali ish bitirishga urinish. Raqamli tizimlarda tanish orqali tuzatilgan noto'g'ri ma'lumot keyin yana katta muammoga olib kelishi mumkin. Hujjat qonuniy bo'lsin, ariza ro'yxatdan o'tsin, javob yozma bo'lsin. Uchinchi xato. O'z nomingizdagi kartani yoki elektron imzoni boshqaga berish. Elektron imzo bilan shartnoma tuzilsa, soliq hisoboti yuborilsa, kredit yoki bitim amalga oshirilsa, keyin men bilmaganman deyish juda qiyin. Elektron imzo bu oddiy parol emas, u sizning huquqiy imzoingiz. 4-xato rasmiy xabarlarni o'qimaslik. SMS, elektron pochta, davlat xizmatlari kabineti, bank ilovasi, soliq ilovasidagi xabarlarni e'tiborsiz qoldirmang. Ko'pincha muammo oldindan ogohlantiriladi, lekin odam xabarni ochmaydi. 5-xato hujjat nusxalarini saqlamaslik. Har bir muhim to'lov, ariza, shartnoma, javob xati, qaror va kvitansiyaning elektron yoki qog'oz nusxasini alohida joyda saqlang. Telefon almashtirsa ham yo'qolmaydigan qilib bulutli saqlash yoki elektron pochta orqali o'zingizga yuborib qo'yish foydali. 12-avgustdan keyingi yangi tartiblarning asosiy ma'nosi shuki, hujjatlar, majburiyatlar, qarzdorliklar, yashash manzili, mulk, transport, ijara va daromad masalalarida beparvolik qilish tobora xavfli bo'lib bormoqda. Kim o'z ma'lumotlarini tartibga keltirsa, rasmiy yo'l bilan ishlasa, qarz va jarimalarni tekshirsa, u katta muammoga duch kelmaydi. Kim hali vaqt bor, menga tegmaydi, oldin ham shunday edi deb yursa, eng noqulay paytda to'siqqa uchrashi mumkin. Mening sizga asosiy tavsiyam, bugun hujjatlaringizni tekshiring, qarzdorliklaringizni ko'ring, manzilingizni aniqlang, o'z nomingizdagi mulk va raqamlarni nazorat qiling. Rasmiy manbalardan ma'lumot oling. Agar tushunarsiz joy bo'lsa, og'zaki gapga ishonib qolmang, yozma murojaat qiling. Sizningcha yangi qoidalar odamlar hayotini tartibga soladimi yoki ortiqcha qiyinchilik tug'diradimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bo'lsin, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki qonunni vaqtida bilgan odam o'zini ham, oilasini ham, pulni ham himoya qila oladi.